Roda tavlash şirketi 1958 yılı aprelda məktəb boyunca Nansangga chiqib bir ay yoshlar o'stingini chepib qaytdik. Keng dalada to'xtamay bo'ron chiqib turadi. Kiyimlarimiz nippiz bo'lg'achqa to'nglab hech holimiz qolmagan edi. 7 ayda yana Nansanda bir ay o'mi o'ridik. 8 ayda Sayapulda qaqas issiq bo'ronda 1,5 ay temir yo'l yasadik. 10 aylarda roda qesish uchun Shaolunko'ga bordik. Shaolunko Urumchi shahridan 100 kilometr yiroqlikdagi bir soy edi. Soyning o'rtasida so'p-suzuq suv eqib turadigan bir o'stang bor bo'lib, shu o'stangning ikki chetidagi yeshil maysiliq va qo'yiq daraxtlardan boshqa yeshillik ko'rgil bo'lmaydi. Atrof butunlay qaqas toshliq tog'lar edi. Bir oz mangandan keyin mashina o'ngga burilib, tog'lar orasiga qarab kirib ketdi. Ko'p o'tmasdan ikki tog'ning o'rtasida taş yo'l bo'yida so'xma tomdan yasalgan pakar uylarning oldiga kelib to'xtadik. Bu yerda faqat ko'mir xonglarlar bor bo'lib, ko'mir kuydirib ko'kis hozirlab shahardagi zavodlarga yetkazib berdi ekan. Ko'mir chiqadigan xonglarni 1, 2, 3 nomerliq quduq deb ataydi ekan. Jami 6 quduq bor bo'lib, hammasi ko'kis kuydirdi ekan. Bütün etraf ko'kis maydoni bo'lib, Nəgilə qarsa köydirilgan kömür, o't və tütün. Siyat artıb kömür toşuvatqan eşəklər, ağzıға maska tartıb kokus yığıvatqan adamlar görünətdi. Havanın özümü ispirab turatdi. Biz 20 neçə oquvchini xanğı kömür kolaşqı böldi. Qalğan savaqdaşlar tağlardan roda kolaşqı ketdi. Ular tapqan roda taşlarını biz yatqan gəmi uyning oldiga toşub dövləş bilan məşğul edi. Aşxana bizden xeyli uzaqda bolğaşqa tamaqni növbət bilan birimiz berib elib kelatdik və quduq aldida o'tirib yeytdik. Bir kuni menga növbət kelib aşxanaga tushsam, tamaq texi tayyor bo'lmaganlikdan bir az saqlashga to'g'ri keldi. Shu vaqtda sirtda bir az vorang-churang va er kishilarning yig'lagan ovoz anglandi. Nima bo'ldi-kin deb men sirtga chiqdim. Chiqsam, oshxonaga qo'shni tam yotoq uyda 5-6 Uyg'ur yosh bolalarning yig'layotganligini ko'rdim. Men bu tog'arilda Uyg'ur yosh bolalarning borligini hech o'ylamagan edim. Hayronlik ichida, "Nima bo'ldi? Nemishqa yig'laysizlar?" deb so'radim. Mening ovozimni anglagandan keyin ular yig'isini to'xtatib, yoshlarini surtishga boshladi. Oradan birisi balkim ularga bosh bo'lib yurgan odamdek qiladi. Heyli bizning olti qerinishimiz xongdan chiqqan gaz bilan zarnib tugab ketdi. Biz bir yurtdan, bir yerdan kelgan edik, deb ko'zlaridan iqvatgan yoshlarini to'xtalmasdan o'ksib yig'lab ketdi. "Nerdan kelgan edinglar?" deb so'radim. "Xotandan", deb javob berdi u odam mayislik bilan. "Xotandan?" hayronlik ichida takrorladim. "Xotandan mushu yerga keldinglarmi? Nemishqa kelgan edinglar?" Biz asli 50 ga yaqin o'quvchi edik. Urumchiga o'qishga elib boramiz deb tizimlab elib chiqqan edi, deb gap boshladi. Ular bir-birlab ota-onalarimizmi bolalarimizni o'qitsaq degan umid bilan o'zlari ishlatayotgan ot-uloq harvonlargacha setib bizni o'qishga avatgan edi. Nimishqadir bilolmaymiz. Bizni mushu yerga elib keldi. Orqadan ko'mir xonglarda ko'mir qazishga bo'libdi. Mana 6 ay bo'ldi. Mushu xongda ko'mir qo'lib ishlayapmiz. Bir tiyin pul ko'midik. Faqat yegan tamoqimiz uchunla ishlayapmiz, deb hammasi birdek dardini to'kishdi. 17-18 yoshlardagi qiron yosh, chiroyli, o'tkir bolalarning oldinib vayron bo'lganini ko'rib, texmo hayron qoldim. "Sizlarning bu holinglarni ota-onanglar bilamdi?" deb so'radim. "Yo'q, ular nerdan bilsin? Biz o'zimizning nerda turayotganligimizni bilmaymiz. Bu tog' orasida nerdan xat kelib, nerdan xat soldig'ini bilmaymiz. Ota-onamizga texi bir parcha xat yozolmadik. Dastlab kelganda bu Xitoylarning zuvonini bilmaydik. Endi bir az bilib qoldik. Boshqa savoqdoshlarimizni nega elib ketganini bilmaymiz. Mana bugun o'lgan 6 bolani qanday qiladi, nega opirib qanday ko'midi, uni bilmaymiz", deb ma'yus holda ko'zlarini mildirlatib, mendan umid kutgandek menga qaraydi. Mening bularga ichim og'rib qo'limdan kelgan yordamimni qilg'im keldi. Lekin mening qo'limdanmi hech qanday yordam kelmaydi. Men ularga mushu joyning adresini tepib yezib beraman deb va'da qildim.
va ularga bu ahvolinglarni ota-onanglarga xabar qilinglar deb bir tuqqan qarindishimdek mehribonlik bilan ko'ngillarni yasab tasalli berib chiqib ketdim. Ammo men bu yerning adres va pochta nomerlarini yezib ularni izlab kelganda ularni uchrata olmadim. So'rasam ularni bu yerni ilib ketgan ekan. Nega ilib ketganini hech kim aytib bera olmadi. Ularni nega ilib ketgandi? Bechoralarning holi qanday bo'lgandi degan savol miyamda har vaqt qaytilanib turadi. Bir oydak hangda ishlagandan keyin meni domina pashni yasash korpusiga bo'ldi. Biz 5-6 yerda cho'nqurligi 3 metr, kengligi va uzunligi 2 metrdan uy shaklida domina pash qo'lladik. Uningga o't yiqish uchun soydan yapaloq tosh to'shib chiqib, orasini havo o'tishadigan o'choq qilib solusun yasmoqchi bo'ldik. Loy yasashga soydan suv to'shib chiqish uchun hangdan bir eshak bergan edi. Üstiga 2 yog'och tung ortilgan eshakni yetilab kirib, hang ostidan suv elib chiqish vazifasini menga topshirdi. Hangning mas'ul odami bo'lgan bir xansu menga eshakning quyruqidan tutib ayrilmay mangsaq, eshak o'zi suv bor joyga seni boshlab boradi. U yerda chilak bor, sen faqat suv qo'yib bersanglar bo'ldi. Eshak o'zi elib chiqadi, dedi. Men chiroq so'radim. U odam: "Ranjima, bizda chiroq yetishmaydi. Biroq qo'rqma, eshakdan ayrilmasang, u o'zi seni to'p-to'g'ri shu yerga boshlab boralaydi", dedi. Savoqdoshlarim, yo'l boshchangdan ayrilma, quyruqidan mahkam tut deb chaqchaq qilib kulishib qoldi. Men eshakning orqasidan agishib, yugurgan peti xonga kirib ketdim. Qo'tir eshak musobaqaga tushgandek yuguraydi. Uningga yetishish bek tas edi. Atrof qop-qorong'u, hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Eshakdan ayrilib qolsam boradigan yerni topolmay adashib qolman deb eshakdan ayrilib qolmaslikka tirishib yugurgandek tez minib kelatdim. Tuyuqsiz beshimni bir toshga urib oldim. Ko'zlarimdan uchqundek o't uchib ketdi. Qattiq urilishdan o'ltirib qoldim. Peshonam shunda qattiq og'rib ketdiki, tutib qarasam tuxumdek bo'lib ishib chiqibdi. Bir hazadan keyin o'zimga kelib qarasam, eshak allaqachon ketib qolgan ekan. Qo'ng'iroq ovozi yo'qoldi. Qo'lim bilan atrofni silasam, xongning ustidan chiqqan tosh odam bo'yi yo'g'on bo'ldi ekan. Men qaytib chiqay deb kaynimga burildim. Lekin berilgan vazifani qilolmay peshonamni ishitib chiqsam, ham eshakdan ayrilib qaytib chiqsam uyat bo'lar deb nomus qildim va 2 qo'lim bilan atrofni silashtirib yurib, oldimga qarab mangdim. Ko'zga sursa ko'rolmaslik qorong'uda ba'zida tomning u chetiga, ba'zida bu chetiga urilib ketib borganda yiroqdan shaldur-shuldur qo'ng'iroq ovozi bilan ko'plagan eshaklarning dupillagan oyoq ovozi anglandi. Men birdan ularning hongdan ko'mir to'shiydigan eshaklar ekanligini pamladim va bu tor yerda 2 tarafiga ko'mir to'ldirilgan sevatlar ortilgan 40-50 eshakning oyoq ostida mijilib o'lish xavfiga uchraydiganligimni o'ylab qo'rqib ketdim. O'zimni chetga ilish uchun urinsammu, dalda bo'lg'idek bir joy topolmadim. Tomga chaplashib tursammu, bu torchilikda putlashtirilib, so'rilib ketar edim. Yiroqdan g'uva panarning yo'rqida eshaklarning bir-biridan yo'l talishib yugurib kelayotganligi ko'rindi. Nima qilarimni bilolmay, bu yerda odam bor deb jinimning berichi vaqirdim. Eshakchi mening ovozimni anglab, yo'l chetida odam kiradigan cho'nqur yer bor, chaqqan shu yerga kirib ol deb vaqirdi. Eshaklar shundoq tez menga yiqilishib kelyotdi. Menmi oldirash tomni silab yurib, bir odam patqudek to'shikni oran tepib kirib ulgardim. Eshaklarmi surkila, murkila tomlarni qirishtirib yurib o'tib ketdi. Eshaklar bu turmushga, bu emgakka shundoq o'ginib ketgan ekanki, o'z ishlariga bek mahir edi. Oxirgi eshak o'tib bo'lishiga men ko'mir cheng'iga qoqilib, yutilib, to'shikdan chiqdim. Eshakchimi panarga chiroqni ko'tarib yetib keldi. "Sen suvga kirganmiding?" deb so'rdi u. "Ha, suvga kirgandim. Eshakdan ayrilib qilib, qorong'uda mangolmay qoldim", dedim. Egiz bo'yliq, gavdalik, xuddi devida ko'ringan bu odamning turqiga qarab qo'rqib keldi.
Xanzulardanmı bundaq yo'g'on odam chiqadi ekan deb o'yladim. Chunki Xanzu xalqining erlarimi kichik, pakar, nozik va soqolsiz keladi. Eshking suv bo'yida seni kutib turyotidim. Sen berib suv qo'ysanglar, o'zi yo'l boshlab chiqib ketadi. Ammo sen bu eshaklar qaytib kirmagicha suv qo'ymay turg'in, bo'lmasa yana yo'lda uchrashib qolsizlar, deb qo'lidagi panar chiroqni menga berib o'zi chiqib ketdi. Men panarga chiroqni ko'tarib, lo'qildab og'riyotgan peshonamni silab, xonning ichiga qarab minib ketdim. Xeyli mangandan keyin yer osti yo'lidek keng ham egiz ikki tarafda 2 metrda bir lim ustiga bir limdan qator qilib qo'yilgan va elektr bilan yo'ritgan keng ozoda yo'riq yerga, ya'ni ko'mir ko'layotgan yerga chiqdim. Men qiziqib atrofimga qarab qoldim. Bu yerning o'tirisidagi to'mir yo'lda yirik ko'mir qochilinib bir-biriga ulangan 10 necha vagon xonning ikkinchi beshiga minib ketdi. Belki u tarafdan vagonlar quduq orqali sirtqa tortib chiqarilsa kerak deb o'yladim. Yo'lning ikki tarafida sup-suzuk suvlar shildirlab iqib turadi. Kiradigan eshikning yonida yerni qo'lab qo'ygan ekan. Suv shu yerga yig'ilib ondan oqadi ekan. Heliqi suv to'shaydigan eshak shu yerga kelib suv qo'yishni kutib turibdi. U yerga kirib 15 metr manganda yo'l ikki ochmoqqa bo'linib, ishkirlab ko'mir ko'layotganlar ishlaydigan yerga kirib ketadi ekan. Men kirib ko'p kechikmasdan ikkinchi turkum bo'sh vagonlarni ko'mirxon tarafga haydab kirib ketdi. Uningga qarab jiddiy emgak buning ichida ekan deb o'yladim. Men ko'mir to'shaydigan eshaklar qaytib kirgandan keyin suv qachilab panar bilan eshakni haydab qaytib chiqdim. Maktabning mas'ul kadrlari va o'quvchilar uyushmasining boshlig'i qatorliq kishilar kundadagidek kichik mashina bilan chiqib, o'quvchilarni chaqqon ishlashga rag'batlantirish dokladlarini qilib ketadi. Oldirab yurib domina pashlarini yasab bitirdik. O'quvchilarning bir qismlari almashib yurib, kecha-kunduz to'xtamasdan o'tirg'i ko'mirlarni dövlab, o't yiqib, atrofida cho'rdab o'tirib, rudu toshlarni bolqalar bilan urib parchalaydi. Bir qism o'quvchilar domina pashlarga bir qavat ko'mir, bir qavat rudu tosh tezib, domina pashni to'ldiradi. Shunda qilib birining orqasidan biri degidek o'tmi yiqilishga boshladi. Har qatim o't yiqilgan kuni o'quvchilar suni hamroh qo'ydik deb bir sutka uxlamasdan ishladik. Bir haftadan keyin so'ngan pashdan kullarni turtib chiqarib, kulda ig'ingan to'xudak bo'lib, kul ichida dashqal terishga boshladik. Xudoning qudrati 2 oydan buyon shuncha emgak qilib, jafo tarqinimizga tushliq 1 kilo to'mir chiqsa kashki. Buningga ketgan chiqimlarmi oz emas. Boshqa ketgan emgak, vaqt va isrof bo'lgan mablag' bo'ldi. Mas'ul bo'lib kelgan kadrlarmi qanday qilishni bilmay, u yoqdan bu yoqqa yuguraydi. Hamma kishining yuzida umidsizlik aks etadi. O'quvchilarmi bo'lmaydigan ish uchun odamni shuncha qiynab, boshqa vaqtimizni oldi deb bir-biriga past ovozda g'udurishib qoldi. Men Ruqiya, Nasiha qatorliq bir necha qiz Oberniga boramiz deb tog'ning kaynidagi jilg'ining ichiga kirgan edik. Mening to'pi ostidan parqirab chiqib turgan bir narsaga ko'zim tushdi. Darhol berib qo'lim bilan to'pini so'pirib, tosh bilan qirib qarsam, parqirab turgan to'mirga o'xshash yo'g'on tosh edi. Men to'mir topdim deb chaqchaq qilib qizlarni chaqirdim. Qizlar yugurishib kelib qarab, rostla to'mirga o'xshaydi ekan. Boshliqni chaqirib ko'rsatayli deyishdi. Hem bir qiz yugurib berib boshliqni chaqiribmi keldi. Ular bir qancha odam kelib qarab, rost to'mir ekan deb bir parchani qo'lab elib shaharga tekshirishga ketdi. Atisi cho'ng mashinalar bilan to'mirni qo'lab mashinalarga qachlab, ustiga qizil duxavi yibib shaharga elib ketdi. Bir kundan keyin maktab mudirlari va boshqa ko'plagan kishilar kelib, majlis ichib bizning maktab butun institut va maktablar ichida birinchi bo'ldi. Biz topgan to'mir sop, pokiz, süpti yaxshi ham ko'p bo'ldi deb mukofot qog'ozni elib kelib tabrikladi. Bu zerikishlik emgakdan qutulib maktabga qaytilgan bo'ldik deb xushal bo'lishdik.
Yeni yılga үлгүрүп мектепке qaytдык. Тазлык qilish һәм дәм илиш өчен 2 көн бәди. Yeni yılның алдыда стил түзүш хәрәкәтедән хуласа доклад кылды. Оңчы милләтче булганларга калпак кигизеп, чара көрүлүп, төрмө орынларга өзгәртиш өчен тапшырылды, dedi. Tursun Qasımov, Abdurrahim Zeynulu qatarlıq оңчы милләтче қалпағını киіп, қолға ilınğan nurgun doktorlar, xizmetçilərinin həmmisi milillar, yəni musulmanlar idi. Bu istil tüzüş hərəkəti xənzular arasında yürgüzülmedi. Xənzu oquvchilar o'qishini doktor və xizmetçiler öz xizmetlerini davamlaştırdı. Şunlaşqa tәңден толысы xənzu болған bu məktəbdə xənzular arasından birmi qalpaqlıq оңчы millətçi çıxmadı. Mən yenimdə oturğan Məlikəyə. Neymi üçün birmi Xitay oңçılar çıxmadı? Bu qalpaq məxsus milillarla ölçəb yasalğan qalpaq boldu da, dəb pichirlədim. Ablaxan Ömerov degan doktorlar oңчы milletçi qalpını kiygan bolsumu, faqat mushu 2 doktor qo'lga ilinmay o'z xizmatida qolgan va yana bir turkum odamga o'ng'a moyil degan qalpoqni kiygizib, maktab rejimiga topshirganligini uqtirdi. Dokladning oxirida yangi yildan keyin o'qish boshlaydiganligini va bizning qarorga 2-yillikning darsligini o'qishni boshlab, bir tarafdan xanzu tili o'rgatib, yana bir tarafdan kasb o'tadiganligini, shuning uchun qattiq tirishib o'qish kerakligini uqtirdi. Bu doklad menga bek qattiq ta'sir qildi. Qo'lga ilingan va tartib chiqarilgan shu kishilarning nima gunohi bor? Ular shundoq foydali yaxshi fikrlarni o'tirib qo'ydi-ku, u fikrlarning qandoq yomon va ziyonli tarafi bor? Nima uchun ularni turmaga tashlab xarob qiladi degan savollar menimdan hech ketmaydi. Men Malikini chaqirib chiqib, maktab ichini aylang'ich, uningga meni azoblayotgan shu savollarni so'zladim. Men shunda o'yladim, do'stim, bu yerda bir sir bor, his qildingmi? deb menga savol nazari bilan qaradi. U qandoq sirdi? deb bir oz o'ylanib qoldim. Qancha o'ylasammi, bu faqat milliylarni bosh ko'tarmaslik va ularni besish uchun qo'llangan usul degandan boshqa sirni topolmadim. Bu istil tuzish harakati haqiqatan milliylarning ichidagi bilimlik, ilg'or fikrlik, qobiliyatlarni yo'qotish edi. Biz ikkimiz bu to'g'riliq nurg'un paranglashib, qorong'u tushganda yotoqqa qaytdik. Ocharchilik yillar 1959-yil. Yeni yildan keyin rasmiy dars boshlandi. Tayyorlik sinfi o'qish yilida istil tuzish harakati va emgak bilan vaqtni o'tkazib etib, til o'rganish fursati bo'lmaganlikdan 2-yillik dars bizga bek og'ir tuyuldi. Chunki xanzu professor o'qituvchilar kirib, o'quvchilarning bilgan-bilmagani bilan chatiqi bo'lmasdan xanzu tilida ko'tillatib darsni o'tib chiqib ketaverdi. Darsni hech qanday qilibmi anglab tushunib ketolmaydik. Bu ahvolga maktab tashkillarimi faqat ko'ngil bo'lmadi. Aksincha, 60-yilga kelganda xanzu o'quvchilar bilan birga milliy o'quvchilarni aralashtirib, sinflarga bo'lib, qo'shib dars o'tishga boshladi. Bu biz milliy o'quvchilar uchun texim yomon va og'ir ahvol bo'ldi. Xanzu o'quvchilar tildan qiynalmag'ach, tez ham keng turda dars o'tishni talab qildi. Biz bo'lsak tushuntirib, ostaroq so'zlashni talab qildik. Biz 3-4 xanzuga bir milliydan to'g'ri kelamiz. Albatta ko'p sonliqning talabiga qarab dars o'tildi. Shuning bilan bir vaqtda yana butun yotoq va guruhlarga milliy xanzu o'quvchilarni qo'shib o'rlashtirdi. Bu faqat milliy o'quvchilarni chiroyli yo'l bilan rejimga elish usuli edi, xolos. Biz bir milliy o'quvchiga 3-4 xanzu o'quvchi belginib, ularning ruxsatisiz oborniga borolmaydigan holda nazorat ostiga tushib qoldik. Ularning vazifasi bizning yurgan turg'unimizni, yegan tomoq, kiygan kiyimimizni hammasini tekshirib, milliy o'quvchilarning ustidan mudiriyat ishxonasiga doklad qilib turishdan iborat edi. Ular mudiriyat ishxonasiga har vaqt milliy o'quvchilar yakshanba kunini kirib vaqtni zoya qildi. Chochlarini uzun o'stirib, choch tarash uchun 20 soat vaqtini isrof qildi. Milliy o'quvchilar bir-birining yotiqiga kiradi, bir-biri bilan uzun so'zlashadi deb davomli doklad qilib turadi. Chorshanba, shanba kunidagi kechki guruh yig'inlarida tanqid fikr faqat milliy o'quvchilar ustida bo'ladi.
Ular milliy o'quvchilar chechini uzun o'stirib, chash tarashga vaqt isrof qiladi. Chechini bizga o'xshash kesish kerak deb uzun chashli qizlarni chash kesishga qistadi. Shuning bilan maktab mudiriyat ishxonasidan uqtirish tushirildi. Uqtirishda milliy qizlarmi chechinglarni Xanzu qizlarnikidek qisqa qilib kesinglar. Uzun chashning nima lozimi bor? Xanzu o'quvchilardan o'rganish yuzinglarni dasta, tishinglarni kurishkada yuyinglar. Hamma o'quvchi birdan yuz yuyadigan das va kurishka setib olinglar deb yozilgan edi. O'quvchilarning yuz qo'lini yuyish uchun issiq, sovuq suvi eqib tushib turadigan tayyor turbalar tursa, dasqa yuzimizni chilab yuyib nima qilatdik? Bu fikr o'quvchilarning qarshiligiga uchradi. Bir qancha aktiv o'quvchilardan boshqa hech kim bu fikrni amalga oshirmadi. 59-60 yillari hammaga ma'lum davlat bo'yicha ocharchilik yuz berdi. Go'sht, un, may, shakar, sopun, raxt, material, qisqasi butun narsa normalik bo'lib, kishilarga o'lcham bo'yicha bilet talonlar tarqatilib, o'lchamdan ortiq bir narsa setib olish mumkin emas edi. Butun shaharni aylanib bir do'kondan eg'izga silib yegidek bir tishlab narsa tepish qiyin edi. Ba'zi vaqtlarda qo'noq unida pishirgan pranik, qurutlab ketgan kampitlarning kilosini 50-60 yuandan sotganda bir kun uchratda turib 1 kilo taksa tegidi bo'lmasa umi yo'q. Butun mag'azallardan to'mir tasakdan boshqa hech narsa topqili bo'lmaydi. Kishilar ochliqqa chidamasdan yovi o't cho'plarni yeb zaharlanib, butun badani ko'pdak ishib qutqizib qilishga ulgurmasdan doktorxonada har kunida 10-20 kishi o'lib turadi. Aшу ocharchilik yillar hech kimning esidan chiqmaydigan ajoyib ig'ir yillar edi. Bu ahvol bizning maktabdami ig'ir darajada yuz berdi. O'quvchilar bir hafta o'qish to'xtatib, beda va qora yog'och postikini yig'ib, maktab oshxonasining iskalatiga to'shidi. Ana shu yupurmoqlar bizning oziqimiz bo'ldi. Bir tas yupurmoqqa bir chung chini qo'noq unini sepib, qasqanda dumlab o'quvchilarga tamoq o'rnida beradi. Bu narsani chaynab yutishga qancha tirishsaqmi, kekirdakdan hargiz o'tmaydi. Oshxonada uningdan boshqa tamoq bo'lmasa-mu, o'quvchilarning birisimi bu halabni og'ziga olmadi. Mana shunday bir paytda Xanzu oshxonasini bizning oshxonaga ko'chirib akirib, tamoq yeydigan zalning yarmiga milliylar, yarmiga Xanzu o'quvchilar o'rlashdi. Bizga bedi bilan yupurmoqlarni berganda, Xanzu o'quvchilarga puritib turib beliq go'shi, cho'shqa go'shi, har xil dengiz mahsulotlari, tofu, har xil yaxshi qo'rimalar, pintoza qatorliq narsalar bilan qilingan tamoqlarni beradi. Hamda shuningga ulabla diniga qarshi to'lqin qo'zg'ab, din degan yo'q narsa, u degan eg'ir xurofotchilik, oramizda dinni ko'z qarash bo'lmasligi kerak. Dinni va millatni farqlantirmasligimiz lozim. Hammamiz barobar bir millat bo'lib yashashimiz kerak. Xanzu madaniyatidan o'rganishimiz kerak. Cho'shqa go'shtni yemaslikmi xurofotchilikning bir alomati. Dinga qarshi kurash qilishimiz kerak. Bo'lmasa, u bizni taraqqiy qildirmaydi. Yoshlar bu ishda boshlamchi bo'lishinglar kerak deb tashviqot dokladlarini qilib, dinga qarshi siyosiy o'rganish olib bordi. Milliy o'quvchilarni Xanzu oshxonasidan tamoq yeyishga undadi. Partiya a'zosi va ittifoq a'zosi bo'lgan milliy o'quvchilarni majburiy holda Xanzu oshxonasidan tamoq yeyishga buyruq tushirib, oshxonani birlashtirishda aktiv rol o'ynashni vazifa qilib berdi. Milliylardan Babay ismli bir qozoq yigiti, Fatima va men uchimiz bir guruhda edik. Babay ittifoq a'zosi bo'lganlik uchun Xanzu oshxonasidan tamoq yeyishga majbur bo'ldi. Xanzu oshxonasidan tamoq yegach, birinchi kuni muzokara vaqtida Babay mening yonimga kelib o'ltirgan edi. Men uningdan neriroq surilib o'ltirib, uningga cho'shqa go'sht puratmay bizdan yiroq o'ltir dedim. Sizlar emas, men o'zimdan o'zim yerginyapman. Yotoqqa oralla qaytib ulgurdim. Yeganlarimni yondirib etsammi, ichimdan bir yomon his qoldi deb beshini tuvan silib o'ltirib qoldi. Babayning chiroyida burunqidek xushallik, xotirjamlik deganlardan asarmi qolmadi. Uning rostila azoblanganligi bilinib turadi. Babay, sening iymoningmi ko'tirmadi, ko'rdingmi?
dedim bir haftadan keyin bobay shunda o'ruqlab, rangi o'zgargan, ruhi tushgan holda bizning yonimizga keldi. Bir hafta ko'rmagandan keyin men uni og'rib qoldimikin deb o'ylab ahvol so'radim. Söyüngül degandek mening ko'nglim ko'tamadi. Butun badallarim va butun qo'llarimga yara chiqib ketdi deb qo'llarini ichib ko'rsatdi. Rostla shundoq cho'ng-cho'ng qo'tir yara chiqib ketgan edi. O'zimni majburlab bir qitim yeganlik bilan mushu holga tushdim. Bir hafta osh degandek yurdim. Mayli halab bo'lsa-mu, o'zimizning oshxonasining tamog'i yaxshi edi dedi. Shuningdan keyin biz har kuni yo'shirin holda babayga milliy oshxonaning tamog'ini to'shib turdik. Qiyirishqandek milliy oshxonaning tamog'i borgan sari nacharlashib, yegidek bir narsa bo'lmaganlikdan 3 kun birmi o'quvchi oshxonaga tamoq chiqmadi. Bu ahvoldan keyin oshxonaning bosh ustisi Turahun ustam maktab mudiriyat ishxonasiga berib, o'quvchilar 3 kun bo'ldi oshxonaga tamoqqa kirmayotdi. Endi ochlikdan o'lib qoladi. Buningga bir ish qilmasanglar bo'lmadi. Milliy o'quvchilar bilan xanzu o'quvchilarning tamoq puli o'xshash emasmi? Nima uchun milliy bolalarga tamoq pulini oz beradi deb so'ragan ekan. Ha, o'quvchilarning hammasiga o'xshash ta'minot berildi deb javob beribdi. Turahun ustam undaq bo'lsa ikki oshxonaning ta'minoti nima uchun o'xshash emas deb so'rabdi ekan. Biz bilan johillik qilib takollashdi deb, ha, sen hozir qaytib tur. Biz ta'minotni keyin radga solamiz deb yo'lga sapdim. Shu kuni Turahun ustam o'quvchilarga tonur samsi pishirib berishga ruxsat elib chiqib, tushlik tamoqqa tonur samsi yiqibdi. Hamda o'zi zalga kirib, "Ballar, samsi pishirdim, oshxonaga chiqinglar" deb vaqirdi. Yataqlardan o'quvchilar qochlarni ko'tarib chiqib, "Yashab ket Turahun usta" deb oshxonaga qarab yugurdi. Rastalla shundoq chiroyli pishirilgan tonur samsini ballar 10dan 20dan elib, osh qolgan bo'rdak oldirab yeyishga boshladi. U samsining ichiga bedi to'shqizilgan ekan. Ichini qirib elib tashlab, xemirni rohatlanib yedik. Oshxonaga azaldan qadam besib qo'ymaydigan Tang Yuanjang maktab mudiri Ding Shujilar bugun kelib o'quvchilardan hol so'rdi. Qandaq samsi o'xshabdimi deb hiylagar yolg'on kulkisi bilan har bir o'quvchining oldiga bordi. Üstel ustida dögülnüp turgan samsining ichidan chiqarilgan beytlarni ko'rib, "Bu nima degan isrofchilik, nemishqa yemasdan chiqarib deb vaqirab ketdi. Ballarmi bo'sh kelmasdan, "Ha, bu samsini sen yeb baq" deb bir samsini uningga berdi. U samsini ustalga qo'yib, "O'tmishda ota-buvanglar bir parcha nonga zor bo'lib o'tgan. Sizlar buni unutmasliqinglar kerak" deb tarbiya berishga urindi. Ablikim üstel üstedeki birini elip Tang Yuanjang'a uzatdı. "Ma, sen bunu yap baq. Bu içip sesip ketken beynini Xitay aşxanasının çoşqusu mu yemaydi" dedi. Yaqin üsteldeki o'quvchilarning hammasi degidek Ablikimning so'zini qo'llab, "Biz inson bundaq sesip ketken beynini hayvon mu yemaydi" deyishdik. Ablikim Tang Yuanjangning yeniga kelib, "Sen bugun samsa pishirganini bilib keldingmi? Buningdan burun kiribmi baxmagan eding? Xanzu o'quvchilar bilan bizning tamoq pulimiz o'xshashmi yoki ularga ko'p berilamdi" deb so'radi. Tang Yuanjang kutilmagan bu savollarga bir ajablanib, bir ochiqlanib, nima deyishni bilmagandek turib qolib, "O'xshash" deb javob berdi. "Undaq bo'lsa bizga nima deb go'sht, yog', ko'ktatlarda tamoq pishirib bermaydi" deb o'quvchilar birdilla Tang Yuanjangning qistonga oldi. Tang Yuanjang qo'diqindan "Jingi, ningi" deb turib qoldi va to'satilla bir yaxshi amal topgandek hiylagarlik bilan kulib, "U sizlarning yemaklarni boshqaruvchilarning aybi" dedi. "Maktab tashkili nima uchun uni qarab tekshirib turmaysizlar? Bu ishni maktab tashkili odillik bilan bartaraf qilish kerak" deb har kim har xil fikrlarni o'tirib qo'ydi. Biz oshxona palambidan sakrashib yugurib tushdik. Men, Malika, Shamshi Jamal, Turunsa to'timiz kulib paranglashib yotoqqa qarab ketayotdik. Ding Shuji bizga yonishib kelib, "Hey chiroyli qizlar, kiyiminglar nima degan chiroyli. Sizlar rostla baxtli" deb bizga qarab ko'zni qisdi. "Ko'ziga nima ko'rinib qoldiq buning? Odamga osh bo'rdak qaraydi-ku" bu deb kuldi Shamshi Jamal. Bizning nima deb kulganimizni bilmay, umu qo'shilib kuldi. "Chiroyli, kiyiminglarmi chiroyli. Sizlar baxtli. Burun milliy qizlar kiydiganga
kiyimi yo'q, ishtonsiz yurgan ekan. Mana hozir sizlar qandoq baxtlik dedim. Sen ishtonsiz qizlarni ko'rib baqdingmi? Qayerda ishtonsiz milliy qizlarni ko'rding? deb so'rdim men. U javob bergicha Shamshi Jamol Mavu qirning gepining satlikini qara, nima uchun bizga xushamat qildi ekan desam, zahar xandlik bilan qilgan so'zni qarmamdigan deb ochiqlandi. Ongacha kaynimizdan kelayotgan o'g'illar so'zga aralashib, biz millilar yemay ishmasakmi, qizlariga atlas, tovar, yemekliklar, yipaklardan uzun qilib ishdan kiygizadi. Musulmonlarning ishtonsiz yurgan bir qizni ko'rganing bormi? Sen o'zing partiya shujisi turib, mushundaq milliy kamsitishlarni qilsang bo'lamdi deb hammasi birdek qarshilik qilgan edi. Shing deb bo'ynini ichiga tiqib ketib qoldi. Milliy oshxonaning tamaqi nachar bo'lganlikdan ochliqqa chidamay Xanzu oshxonasiga kirgan milliy o'quvchilarning soni kundan kunga ko'payib bordi. Uningga qarab maktab tashkili har bir qarorning boshliqlariga butun o'quvchilarni Xanzu oshxonasidan tamoq yeyish uchun tizimlashga buyurdi. Bizning qarorning boshlig'i Ahmad To'xti har bir o'quvchining oldiga kelib tizimlashga boshladi. Ba'zi o'quvchilar qandoq bo'lsin, oshxonasini majburiy birlashtiradigan o'xshaydi, qarshilik qildi deb qalpoq kiygizmasin yana degan o'y bilan tizimlatdi. Ba'zilar hech qanday ifoda bildirmasdan jim turadi. Vaziyat keskin edi. Xanzu oshxonasiga kirib tamoq yeyish degan so'z o'z dini ham o'z millatini yo'qotish degan so'z. Biz musulmonlarga cho'shqa go'shi harom, ochliqdan o'lib qolgan ish bo'lsa-mu, Xanzu oshxonasidan tamoq yeb yashamayman degan fikr qisqa vaqt ichida qallamdan o'tdi. Men o'rnimdan turibla. Yo'q, men qo'shilmayman. Biz musulmon, biz milliy va diniy farqimizni yo'qotsak, oqibati nima bo'ladi? Do'stlar, o'ylab ko'ringlar. Men hargiz qo'shilmayman. Oxirida men yolg'iz qolsam-mu qo'shilmayman. Agar bir odam uchun oshxonaga oshmasa, tamoq pulimni qo'limga bersin. O'zim bir amalni qilaman. Zodi Xitoy oshxonasidan tamoq yemayman. Qizlar, bu ishda cho'nqur o'ylashinglar. Bu bir oddiy ish emas. Agar biz hozir buningga qo'shilsak, keyingilar uchun uvol qilgan bo'lamiz. Men beshimga nima ish kelsa ko'rarman, ammo qo'shilmayman dedim. Hamma kishi o'ylanib qoldi. Jimjitlikni buzib oradan Malika menmi qo'shilmayman dedi. Orqadan menmu deb Shamshi Jamol, Turnisa, Halimalar chiqdi. Shuning bilan shu yerdagi qizlar hammasi bizning fikrimizga qo'shildi. Bizning qarorning boshlig'i Ahmad To'xtimi, men sizlarning fikringlarga qo'shilaman deb eng oxirida o'z ismini yozdi. Birinchi bo'lib sizlar qarshi chiqdinglar. Men chiqib qolgan o'quvchilarga sizlarning fikringlarni aytaman. Amalsiz qo'shilganlarmi bor? Ular bizni qo'llashi mumkin deb Ahmad To'xti oldirab chiqib ketdi. Bir soatdan keyin Ahmad qaytib kirib, biz yangdiq. Bütün o'quvchi bizning fikrimizga qo'shildi. Hatto Xanzu oshxonasidan tamoq yeyotgan bir qancha o'quvchimi bizning fikrga qo'shildi dedi. Bobaychi, umi bizning fikrga qo'shilyaptimi deb qiziqib so'radim men. Ha, umi qo'shildi. Biz yangdiq. Bu xush xabarni sizlarga aytib qo'yg'ili keldim. Men mangay, u yana oldirab chiqib ketdi. Xanzu oshxonasi bilan milliy oshxonani birlashtirish maqsadi amalga oshmadi. Biz xo'shal bo'lib cho'qirishib ketdik. Biroq ziddiyatlar shu kundan tortib kun sanab ko'payishga boshladi. Milliy o'quvchilar bilan Xanzu o'quvchilar orasida kunda necha martaba urush jidallari yuz berib, erlar o'tirsida mushlashish hodisalari borliq keldi. Har qanday ishda milliylar bir taraf, Xanzular bir taraf bo'lib chiqadigan bo'lib qoldi. Burunqidek ular nima desa ma'qul deb bosh egib turadigan ishlar yo'q bo'ldi. Burun bizning boshqa institutdagi do'stlarimiz va boshqa saboqdoshlarimiz bizni izlab yotoqqa kirsa, biz bilan birga yotadigan Xanzular ularni ko'ribla chuchu chiqib ket deb vaqirab qo'g'lab chiqaradi. Bizni izlab yotoqqa hech kim kirolmaydi va bizmi hech kimni boshlab kirolmaydik. Ammo o'zlarining odamlari yotoqdan chiqmaydi. Bizga kelgan mehmonlarni koridorda va sirtda so'zlashib yo'lga solatdik. Agar biz ikki milliy bir yerda so'zlashib qolsak, nimaga qilyapsizlar? Xanzucha so'zlashinglar, nima u vala deb kamsitib
məclislərə silib tənqid qılğandan başqa, yana müdiriyyət işxanasına berib doklad qılatdı. Hətta məktəbnin çoğ doklad yığınlarıdamı tənqid qılıb ötətdi. Bu əhvallar oquvchilarning o'z ustiga besimga qarshi norozilikni kundan kunga kuchaytib bordi. Ularning yotoqni monchi puritib, yotoqda kir yuydigan, yuyingan yundisini yotoqda saqlab qo'ydigan, hatto yotoqda yuyindigan ishlarga milliy o'quvchilarmi yo'l qo'ymaydigan bo'ldi. Milliy o'quvchilar ularning yundilarini, pas kirlarini talaga cho'rib, tayyor monchi bor, shu yerda yuyun. Kir yuydigan ayrim uymi bor, kirlarini shu yerda yu, yuz ko'zingni yuydigan yermi ayrim tursa, shu yerda yuyinglar deb qarshilik qilib yurib, oxiri ularmi yotoqda kir yumaydigan bo'lib, yuvashlab qoldi. Ayni vaqtda burunqi Sovetdan qurilish texniklari, injenerlar kelib salgan tibbiy institutning zamonaviy o'qitish binosining bo'limlari ozoda, yo'ruq, derizlari cho'ng, asti seriq sirlangan taxtaylar edi. Har bir qavatda koridorning ikki beshida zamonaviy hojatxonalar, 4 dona dushliq moncha va yuz ko'z yuydigan ayrim uylari bor bo'lib, har vaqt issiq so'qoq suv tushib turadi. Yana texnik maxsus kir yuydigan ayrim bo'limi bo'lib, uningda yana qator turib 20 odam yuz qo'lni yuvishga bo'ladigan turbalar bor edi. Kir yuvishga qulaylik maxsus o'rinlar yasalgan edi. Shundaq bo'lsa-mu, Xanzu o'quvchilar har vaqt yotoqda yalang'ashib, badallarini, yuz-ko'zini yuvadi. Shunglashqa yotoqlar har vaqt sopun suyi yundu purib turadi. Ziddiyat mushundaq pallaga chiqqan bir paytda maktab tashkiliy mushu ahvollarning sababchisini tepishni, ya'ni bir qanchalarga yerlik millatchi degan qalpoqni kiygizish chora ko'rish bilan qolganlarning yuragini mo'jib kontrol qilishni o'ylab yangi bir temani o'tirib qo'ydi. Xanzular bilan birga o'qish yaxshimi yoki ayrim o'quvimiz yaxshimi degan temani muzokara qilishga uyushtirdi. Bu faqat benzinga o't yoqqandek bir ish edi. Bizning qarordagi barliq o'quvchilar birdek ayrim o'quvimiz yaxshi degan fikrni qo'ydi hamda shu zamon mudiriyat ishxonasiga qaratib ayrim o'qiymiz degan talbimizni bir tomonga liq keladigan cho'ng xatlik gezi qilib yezib, har bir o'quvchi o'z qo'li bilan imzo qo'yib, o'quvchilar yotoq zalining eshigidan kirgandagi uddul tomga chaplab qo'ydik. Maktabdagi butun o'quvchilar bas-basda to'plashib turib o'qishga boshladi. Bu xabarmi shu zaman maktab mudiriyat ishxonasiga yetib berib, maktab mudirlari va mudiriyat ishxonasidagi boshqa xodimlar kelib, gazetini ko'rib shunda xafa bo'ldi. Bu ish maktab tashkilotining kutmagan yerdan chiqqanligi uchun, buning oldini olish uchun darhol partiya va ittifoq a'zolari yig'in chaqirdi. Yig'inda bu butunlay xato, bu faqat yerlik millatchilarning ishi, bu aksiyatchi harakat, bu ishning boshlamchilarini tepish kerak degan asosda doklad qildi. Milliy partiya a'zolari va ittifoq a'zolari, bizning bu fikrimiz o'rinliq. Ayrilib o'qish biz uchun foydali. Bu millatchilik idisi emas, barliq o'quvchilarning fikri. Unda qalpoqning bizga keragi yo'q deb bir egizdan qarshi fikr berib turib oldi. Ularning zaldagi jarangliq ovozlari zal atrofida tit-tit bo'lib yurgan o'quvchilarga ilhom bo'ldi. Bu yig'indan natija chiqara olmay amalsiz qolgan maktab tashkili bu ishni guruhlar bo'yicha muzokara qilib, Xanzu o'quvchilar ichida bir taraf qilishni o'tirib qo'ydi. Chunki har bir guruhdagi 15 o'quvchining 1-2sila milliy bo'lib, qolganlari Xanzu bo'lg'ashqa bu ishning boshlamchilarini tepish oson bo'ladi degan o'yda mushundaq o'rlashtirdi. Lekin ishlar yanada ularning o'ylagandek bo'lmadi. Biz guruhi munozirada hech qaysimiz fikr bermaymiz. Fikrimizni mudiriyat ishxonasiga berib, shu yerda munozirlashimiz deb kelishib oldik. Hamda birsimi guruhi munoziriga fikr bermay o'ltirib oldik. Ular bizga qarshi qattiq yumshoq fikr berib, holi qolmasimi, korimiz bo'lmay o'ltirib berdik. Hatto yig'inni tashlab chiqib ketdik. Oxiri bu ishni guruhidami hal qila olmagan maktab tashkili bilan Xanzu o'quvchilar huduqib qoldi. Amalsiz qolgan maktab tashkili puti kuygan to'g'idek yugurishib ketdi. Әдісі әттегенде әттегенлік тамақтың кейін киініп тарынып оқышны ташлап мұдіриет ішханысыға юентик юмылақ залға кіріп,
Hammamiz ret bo'lib o'tirishdik. Shuningdan keyin Yuanjang maktab mudiri Shuji, partkom sekretari va boshqa kadrlarni chaqirtib, ularga Xanzu o'quvchilaridan ayrilib o'qishni talab qildik. Ayrilib o'qishning foydasini, qo'shilib o'qishning ziyonlarini amaliy faktlar bilan o'tirib qo'ydik. Maktab mudiri bizning bu fikrlarimizning o'rinsizligini, ayrilib o'qishning xatoligini, bu faqat yerlik millatchilar tarafidan uyushtirilgan aksir inqilobiy to'polon ekanligini va qaymoqib ketgan o'quvchilarning o'z maydoniga qaytish kerakligini tushuntirib so'zlab o'tdi. Shuningdek, Nusrat boshliq bir qancha qozoq o'quvchilar mudirning so'zini qo'llab bizga qarshi fikr bergan bo'ldi. Lekin ular ayrilib o'qishning ziyonli ekanligini isbotlaydigan birma paket ko'rsatilmadi. Paket ko'rsatib qoyil qilish o'rniga tillash, haqoratlash, qo'llanib zo'rlab qalpoq kiygizishga urinadi. O'qish tashlash bir qancha kungacha davomlashdi. Munozara davomida maktab rahbarlari amalsiz holga tushib qolib, bu munozaraga Gong'anting jamoat xavfsizlik nazoratidan Anvar Jakulin, Ma'rif nazoratidan Anvarxon Baba, Vichungdangwi, Abdunum rayliq partkomdan bir Uyg'ur kishini boshlab keldi. Ularning kelishimi o'quvchilarni cho'chitolmadi. Munozara texnik keskinlashdi, texnik qizib ketdi. Ularning qo'rqitishlari va qalpoq kiygizishlari hech kimning irodasini bo'shatolmadi. Xanzu o'quvchilari bo'lsa, o'qish boshlayli, vaqtimizga xiyonat qilmanglar, millatchilarga qarshi turayli degan asosda cho'ng xatli gazetalarni yozib, tomlarga chaplab to'ldirib etdi. Boshqa qaroning o'quvchilari o'qishni davomlashtiradi. Faqat bizning qaror yilliqdala o'qish to'xtadi. Chunki bizning qarordala Xanzu o'quvchilar bilan qo'shilib o'qiydi. Bizning burunqi qarorlarda bu harakat yurgizilmay, bizning qarordan boshlab davomlashtirmoqchi bo'lgan yangi usul edi. Qarshi tarafning hujum fikri qanday bo'lsa, uningga qarshi mudofaa chorasini ko'rish uchun o'zaro qog'ozlar avatishib, fikrlashib, so'zni birlashtirdik. Har kuni kechari yo'shirin holda yig'in ichib, elsi bo'lgan munozara uchun muzokaralashib, tizis tuzib olatdik. Bir kuni kechda o'quvchilar 3 guruhga bo'lindi. Bir qismi biologiya kursiga kirib muzokara qilamiz deb Xanzu o'qituvchini chaqirib kirib, o'qituvchi bir oz tushuntirgandan keyin biz o'zimiz dars muzokara qilamiz deb so'z orasiga Xanzu tilida dars tizimlarini qo'shib so'zlab yig'in o'tkazdi. Bir guruh anatomiya kursida bizlar 4 qizni postga qo'yib yig'in ochdik. Saodat tashqarqi eshikda Hörnisa birinchi qavat palampay yenida, Ulxipa palampaydan chiqish o'rnida, Shamshi Jamol sinf eshik oldida posta turdi. Biz sinfda yig'in ochdik. Yig'inda munozara davomida qanday fikr berish, so'z mazmunini nimaga markazlashtirish degan masala ustida hamda qo'rqib bo'shib ketmasdan qizg'inlikni davomli oshirish ustida so'zlashdik. Biz dal yig'in ichayotganda Karima Jaldiboy degan qozoq qiz bilan Nurnisa Yusuf degan cho'chaklik Uyg'ur qizi kelayotganligidan xabar keldi. Biz darhol kitoblarimizni ichib o'qiyotgan qiyofatga kirib o'ltirib oldik. Uzun o'tmasdan posta turgan qizlardan ular mudiriyat ishxonasi tarafga qarab yugurishib ketdi. Tez bo'linglar degan xabar keldi. Biz yig'inni oldirabla oyoqlashtirishga majbur bo'ldik. Men Malika, Ahmad To'xti, Xalimlar yig'in maydonidan chiqib, ishki kasalliklari bo'limining zalidan orlab o'tib, doktorxonaning kichik oshxonasida paranglashayli deb manganda zalning derisidan taladan yugurishib kirib kelayotgan bir qancha kishilarga ko'zimiz tushdi. Ular palto, pashlarni plantib kelayotgan Anvar Jakulin, Anvar Xon Baba bilan Jungdo Dongwi, Chudangwi, Abdunum rayliq partkomdan kelgan heliq kishi G'ofur Rahim, Ding Shuji, Tang Yuanjang, Nusrat va heliq ikki qiz edi. Ular shundoq oldirash, birining kendim biri xuddi bir yerga kech qolgandek yugurishib kelyotdi. Biz ularning holiga qarab kulishib, biz chaqqan chiqib ketdik. Agar ustimizga kirib qolsa, yomon bo'ladi deb o'z ishimizdan rozi bo'lib ketib qoldik. Keyin angsak ular oldirab sinfga kirsa, 7-8 o'quvchi kitob ko'rib o'ltirganlikdan o'diqib, yig'in ichib o'ltirgan boshqalar qani deb baqirgan ekan. O'quvchilar xotirjamolda biz bayatdan beri kitob o'qib o'ltirdik. Nadiga yig'inni so'rayapsiz?
Bu yerga hech kimning kirib chiqqanini ko'rmadik deb javob berdim. Ular heliq ikki qizga qarab qo'yib, yana o'quvchilarga maxfiy yig'in eshitishinglarga qat'iy bo'lmaydi deb qattiq chekilab qo'yib chiqib ketibdi. Ular bizning o'qish va tashlash harakatimizning boshlamchisi biri tashkilotning a'zosi yoki biri tashkilotning ta'siridan bo'lishi mumkin deb gumonlanib, qancha tekshirib o'quvchilarni fosh qilishga qistisimi, o'quvchilar o'z fikrining o'rinli ekanligini va bu hech qanday aksil inqilobiy harakat emasligini aytib, o'z so'zlarida chung turib olganlikdan hech narsa topolmadi. O'quvchilar bo'lsa munozirani to'xtatmadi. Bu to'lqinni bostirish uchun maktab qishliq kanikulni yillardan baldir boshladi. Bu munosabat bilan menmi uyga qaytdim. Uyga qaytib uyda bo'lgan ko'p o'zgarishlarni ko'rdim. Go'ngshilishish, kommunallashish boshlanib butun xalq majburiy kommunaga kirib, cho'ng qozonga qarab qolgan ekan. Kommunada shaxsiy mulk bo'lmasligi kerak deb xalq qo'lidagi ot, kola, qo'y, o'shka, to'g'u, o'rdak, g'ozlarga o'xshash tirik mollarni kommunaga qo'shsan deb elib ketib, xalq qo'lda hech narsa qolmabdi. Hamma odam cho'ng qozondan tomoq yeydi deb kishilar ishlatayotgan butun qozon cho'mish, qochuq-quvchilarni elib chiqib ketib, odamlar tomoq yeyish uchun kishi beshiga birdan china, taxsa, qo'shiqdan boshqa hech narsa qoldirmabdi. Yasli qurib har uydagi kichik bolalarni yasliga majburiy yig'ib olib, yasli uchun kishilarning qo'lidagi bolalar karvitini, yotgan ko'rpa, yostiq va uydagi yangi gilamlarni elib ketibdi. Süt parashiga zavodi qurimiz deb bizda süt tortadigan, qaymoq ajratadigan mashinani, chelak va daslarni, shuningdek ishxona uchun lozim deb opam qo'llanadigan kiyim tikish mashinasini va ustalni elib chiqib ketib, men borsam uyimiz quruq bir yotoqqa o'xshab qoldim. Hamma odam cho'ng qozondan tomoq yeydi ekan. Atgan Xitoylarning ho'rda pishirgan ho'r nonni, kashda suyuq o'mashni normalik o'lcham bilan beradi. Hech kim bu tomoqqa to'ymaydi. Ustal ustida opam bilan dadamning bolalarga qarab ular to'ymay qoldi deb o'zlari yemay bolalarga bo'lib beradigan vaqtlari ko'p edi. Men dadamdan nima uchun xalq turmushi bundoq nacharlashib ketdi deb so'radim. Dadam mushu go'ngshisining buxgalterlik ishini ishlaydi. Butun go'ngshining hisoboti dadamning qo'lidan o'tadi. Dadam kulib turib, suv boshdan lay ko'rib turibsan. Bütün yerdə muşu əhval dövlətə açlıq tapşırış planını o'rnini olmay, sandagi zapas açlıq və xalqni təminləş üçün elib qalğan açlıqlarını açlıqlargacha ötküzdük. Onundan sırt biz çarvı rayını bolğan nurgun at, kala, qo'y, o'shkaga o'xshash mallarni ötküzdük. Şunun bilan xalq qo'ldagi çarvı mallarımı qalmadı. Zapas açlıqmı yo'q. Bu yil xalq uchun az açlıq elib qilinganlıqdan xalqni ta'minlashda qiyinchilik bo'ldi. Atyazda qanday qilarmiz ekan? Xalq ichida ochliqdan o'lish ishlari bo'lmas bo'ladi. Hozir yaslidagi bolalar bog'chisi bolalar uchun sut, unlarni yetkazilmay, bolalarda qiyinchilik bo'lyotdi. Har ish qiyinga ketib boradi. Allah o'zi yordam qilsin deb ehtiyot bilan atrofga qarab qo'yib, yana so'zini davomlashtirdi. Kommuna deganimi xalqning qinini sho'raydigan bir nima bo'lib chiqdi. Bilamsan, Xitoy hukumatı bek ushuqliq bilan xalq og'zidagi ochliqni Xitoy o'lkalariga to'shib ketdi. Japa tartib ochliq o'stirganlar ochliqdan o'lyotdi. Odamning ichi qaynaydi. Dadam ichiga patmagan dardini menga so'zladi. Odatda dadam kam so'z, eg'ir besiq kishining ko'nglini oyaydigan ziyrak, bilimli kishi edi. Dadam Rus gimnaziyasi o'tir maktabni bitirgan bo'lib, arabcha o'qigan bo'lg'ach, arabchani to'liq biladi. Xanzu tilga texim usta edi. Buxgalterlik o'qigan bilimli, qobiliyatli odam edi. U Sharqiy Turkistondagi danglik buxgalterlarni yetishtirib, tarbiyalab chiqqan ustoz edi. Men nurg'un narsalarni uningdan o'rgangan edim. Dadam ikkimiz qizg'in paranglashib o'tirdik. Opam bolalarni uxlatib qo'yib, eshikni yepib asta mengib bizning yenimizga keldi. Ishkinglar nima paranglarga tushib ketdinglar deb so'radi u. Kommunani maqtayapmiz dedim men kulib turib. Nima? Uning maqtug'idagi yeri bormikan? Qurib ketsin u kommuna. Hamma narsamizni elib chiqib, yalang'och go'day qilib qo'ydi.
sotsialistik o'zgartish deb qo'ru joylarimizdan ayrildik. Uni deb, buni deb, bu Xitoylarning bor hunari bulonchilikdan boshqa narsa bo'lmadi dedi. Dadam opamni bezlab, qanday qilamiz? Bu yolg'iz sen bilan bizning beshimizdagi ish emas, el beshidagi ish. El bilan ko'rgan ulug' to'y degandek, nima qiyinchilik bo'lsa, el bilan birga yengimiz, qayg'urma, sabr qilishimiz kerak dedi. Opam dadamning so'ziga qoyil bo'lgandek, rost deysan, Alloh elga omonlik, jonga omonlik bersin. Qolgan narsa yana tepilar dedi. Opam dunyodagi boshqa har qanday onalarga o'xshash mehribon, xushxuy, ochiq ko'ngil, ishchan, g'ayratlik, qiziqchi ona edi. Opam shuncha bolalarni shu qiyinchiliklarda tarbiyalab o'stirib, yana kommunada ish tikib, dadamga yordamlashib, oila ig'irligini tang ko'tardi. Shu yili atiyazga kelganda xalq turmushi qattiq ig'irlashib, chaqqaq o'tlarni yeb, nurg'un odamlar oshqozon og'riqi bilan og'rib, ochliqdan o'lganlar bo'ldi. Heliqi yasli qilib xalqning kichik bolalarini yig'ib, majburiy oshqan yaslidagi kichik bolalarning hammasi o'lib, faqat yaslida bola boqqan Muğit ustining ayoli bilan maktab mudirining ayoli Zag'dayning bolalari 2 bola saqoldi. Bu bolalar ichida mening singlimmi o'lib ketdi. Bu bizga bek ig'ir keldi. Lekin shu saq qolgan 2 bolami birer yildan keyin xalq ichida tarqalgan ko'k yo'tal kesili bilan og'rib palash bo'lib qoldi. Oxiri shu azobni tortib, ularmi o'lib ketdi. Bu azobli yillar kishilarning ko'nglida menga unutilmas yillar bo'lib qoldi.